Keling hoji aka, tayyor remontli kottej so'raganmidingiz? 125 yer maydoniga qurilgan 170 kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimizni ko'rishingiz mumkin. Bemalol darvozaxonadan mashina qo'yish imkoniyati bor. Tashqari tomondan sanuzilimiz bor. Bu yoq tomondan mana yerto'lamizga tushadigan joy, yerto'la ham целый, kattagina skvoznak qilingan. Bemalol havo aylanish imkoniyati bor. Bu yerda mana biralarini e'tibor berib qo'yasiz. Uy kirarkanmiz eshiklarga e'tibor bering. Uyimizning eshiklariga sifatli, yaxshi eshiklardan qo'yib qo'yilgan quruvchimiz umuman pul ayamaganlar. Remontlarga e'tibor berasizlar. Bu yoqda mana hol qismimiz bo'ladi. Xonadonimiz 4 ta xona va holdan iborat bo'ladi. Bu yoqda mana televizor qo'yish uchun joylari qo'yib ketilgan. O'ng tomonda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizning oshxona qismimiz. Oshxonamizda ham mebellariga bitta like bosib qo'yasizlar. Chiroylikini mebel, panoramli rom, bu yoqda mana vichishkalari qo'yilgan, gaz plita, hamma stalishni, hamma narsasi to'g'rilab ketilgan. Idishlar yuvish uchun va bu yoqda mana televizor qo'yish uchun TV zonalarigacha bor. Keyingi xonamizni ko'rib chiqamiz. Marhamat, keyingi xona zal sifatida ishlasangiz bo'ladi. Yaxshi o'lchamda, katta ikki tomonlama oynasi, tashqariga va orqa hovliga qaragan. Bu yoqda televizor qo'yish uchun joylari bor va havo aylanish uchun vichishkalar ham qo'yib ketilgan. Yonimizdan sanuzel qismini ko'rishingiz mumkin. Sanuzelimiz birinchi qavatdiki, yonida orqa hovlimiz bor. Orqa hovlidan ham unumli foydalanish imkoniyati bor va yerto'laga tushish imkoniyati bor. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan bu yoqda mana chiroylikini joyi bor. Bu yerda xohlasangiz shkaf yasatsiz bo'ladi yoki chiroylikini gullardan qo'yib qo'yish imkoniyati bor. Bu yoqdan o'ng tomondan ko'radigan bo'lsak, bolalar yotoqxonasi, tashqari qaragan oynalari, radiatorlari va televizor uchun joylari qo'yilgan. Va ikkinchi qavat uchun sanuzel qismimiz yonida. Keyingi xonani ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, bu ham yaxshi chiroyli bo'ladi, yopishtirilgan. O'zining ichida sanuzel bilan birgalikda bo'ladi. Tashqari qaragan shunday katta panoramli romlari bor va uni yonginasidan yana bolalar yotoqxonasi. Bu ham yaxshi o'lchamda ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tashqari qaragan oynasi, havo aylanadigan va bu yerda mana sturoniy shkaf qurish uchun joylar qo'yib ketilgan. Chiroylikini shkaf yasatasiz. Unumli foydalanasiz. Akalar, xonadonimizni 125 sotuga qurilgan, 170 kvadratdan iborat 4 xona, plus hol, kuxnya, podvalimiz целый, katta podval, shamol aylanishlari yaxshi. Boshlang'ich narxi $131,900 so'ralyapti. Shunda har bir kvadrat uchun $775 to'g'ri kelyapti. Qiziqqanlar bo'lsa, nomer qoldiraman, telefon qo'rasa, Telegram kanalida bundan arzon variantda uchrab qoladi. Obuna bo'lib qo'yinglar.